Navbatdagi savolimiz atom va uning tarkibi mavzusidan 31 savol. Ilk olti bariy ilk olti izotopi yadrosining necha foizi protonlardan iborat? Tushunarli. Xo'p, bariy ilk olti ekan. 138. Ilk olti izotopi deyapti. Proton soni demak ilk olti ekanda, to'g'rimi? Ilk olti. Elektron soni ham albatta ilk olti. Neytronlar soni. Neytronlar soni demak massasidan proton sonini ayirsak nechi keladi? Xo'p, 6, 46. 46 ga 38. To'g'rimi? 46 ga 38. 14 ga 84. 84 ekan. Necha foizi protonlardan iborat? 138. Yadrosining deganligi uchun jami zarrachalarning degani yo'q, yadrosi deyapti. Proton bilan neytron umumiy yig'indisi, ya'ni massasi. Ilk oltini bo'lamiz 138 ga. Hop, hozir 56 bölü 138 barobar. Hop, yaxlitlab olsak 40,58 bo'lar ekan. 40,58% ekan. Shunaqa javob D javobda ekan. D javobda ekan.